Ang yangi vahimalik asar tushimdagi olvosdi. Ikkinchi qissam. Putqollarim kalvolishib, aron tasda telefonni yondirib, oldi ekranini tutib, uyni yo'ritdim. Ammo uy ichida hech narsa ko'rinmaydi. Qo'llarim titrab, telefon chiriqini tasda yondirib, uy ichiga tafsiliy qarab chiqdim. Mana, mushundaq ishlarga uchrayotqili 2 yildek bo'lib qoldi. Boyaqidek ba'zilarining tushim yoki o'ngim va yoki xiyoliy tuyg'um ekanligini bilmayman. Boyaq qo'rqinchli chiroy boshqa bir bo'lmasdan dal otam edi. Olvosdi va beshi uzilgan otamni o'ylamay desammi, ko'z oldimga kelib elib, vujudimni bir xil vahima qoplab oldi. Ko'zimni shundoq yumsamla, yo olvosdi, yo beshi uzilgan otam, yo boshqa qo'rqinchli narsa ko'z oldimda paydo bo'ldi. Boshqa kishilar uxlab, xeyli uzun vaqtdan keyin yoki tong etishga oz qolganda tush ko'rdigan. Ammo men uxlamay tush ko'rdigan. Ko'ygandimi, noit qo'rqinchliklarini ko'rdigan bo'g'ashqa allaqachon vujudimga vahimaning qora bulutlari soy tashlab qorong'u qilib etgan edi. Uyqumni qochirish uchun qiziqarli kino ko'rmoqchi bo'lib kino ko'rdim. Bir qism tugaganda qarasam, soat 4lardan eshibdi. Endi ozroq bo'lsa-mu uxlab olay deb o'ylab yotmoqchi bo'lganimda, uy ichiga yana bir qitim qarab, telefon chirig'ini o'chirgandan keyin ondan asta yotgan ichiga sho'ng'idim. Men yetib 5 minut bo'la bo'lmayla anam eshikni chekib, "Soat allaqachon 6dan eshib ketdi. Tezroq qo'pib chayingni ish. Sovib qoldi." deb bir muncha ish topilib etib, ishga ketib qoldi. Men kechasi uxlayolmagan uyqumni kunduzi uxlab, o'rnimdan turganda bo'lsa, soat allaburun 9 bo'lib bo'lgan edi. Keyin uxlagandan keyinmi qalaymaqan tushlarni to'la ko'rgan edim. Yuz ko'zimni yuyib, sovib qolgan atgan choyni ichib, maktab topshirgan, opam o'g'irlashtirgan ishlarni biraqur qilib bo'lgandan keyin yana telefonni qo'limga oldim. Telefonning toki ozliq qolgan bo'lib, tok chetib, salonlardagi hiliq qo'rqinchli qisqa filmlarni ko'rib, ostidagi bir qo'rqinchli rasmga ko'zim tushib, ekranni tas qoldim chiqib etgili. Boshqa salonlarni aralab, texi yangi mazmun yo'llamag'anligini ko'rib, chiqib ketmoqchi bo'lganda, tuyuqsiz esimga oqshom anglagan, xiyol surib, mazmuni esimni qammagan kepan o'g'irlash to'g'risidagi bir asar yodimga kelib, buni baraqla anglab yetib, ondan fikr yozishni o'ylashib qo'ydim. Fikr yozib bo'lgandan keyin qo'limga qalamni oldimda, yozayotgan koni asarimga ilhom kelmay, xiyolga tushib ketdim. Men kichikimda to'liq o'tirg'i chiqqcha shunda qo'rqinchoq edim. Boshlang'ichdagi vaqtimda odatdagi maxluqlarning kinosini ko'rsammi, ko'zimni yetib olatdim. Hatto odamxo'r qo'ylar degan kinoni ko'rishga paydanolmagan. Endi ko'rsam qo'rqinchli bo'lmag'achqa ko'rgim kelmadi. To'liqsizdagi vaqtda yotoqliq maktabda yetib o'qigan. Saboqdoshlarim qo'rqinchli asarlarni qo'yib, kinolarni ko'rib, hikoyalarni aytib, meni shunda qo'rqitdi. Shuncha beshimni purkab yozsammi, ovozi qulog'imga kirib elib, faqatla uxlatmaydi. Ular meni to'g'ri yurak deb zanglik qiladi. To'liq o'tirg'i chiqqandan boshlab qo'ydayman. Azroq cho'ng bo'ldimmi yoki boshqa sababdanmi yuragim azroq yo'g'inab qoldi. Shu chaqdan boshlab qo'rqinchli asarlarni o'qiydigan, anglaydigan, hatto yozadigan, qo'rqinchli kinolarni izlab yurib ko'rdigan bo'ldim. Ba'zida yotoqdoshlarimni qo'rqitdim. Ammo shu vaqtdan boshlab mening qo'rqinchli tushim boshlandi. Burun ancha his qilmabdi ekanman. Keyin mush yaqinqi 1 yil ichida ba'zan narsalarni his qilishga boshladim. Ya'ni ba'zi narsalar menga agishib olgandek, ba'zi narsalar izchil menga qadalib turgandek. Men
doim uyda yolg'iz qolaman. Uning ustiga menmo yolg'izlikni xohlayman. Bakli jimg'ur. Orqamga o'rilib yoki boshqa yerlarga tez qarasam bir qora soyini ko'rgandek bo'laman. Orqamdan bir narsa agishib olgandek, kelibla konimni siqdigandek, ammo orqamga qarasamla hech nima yo'q. Mushundaq tuyg'ularda bo'ladi. Shu vaqtda telefonning sayrishi bilan tang cho'chib telefonga qaradim. Do'stlarimdan kelgan xat edi. Xatni o'qiyotgan vaqtimda eshik pardasi lapangshib, uy ichiga bir qora soy tushib o'tib ketdi. Tezda sirtga chiqdim. Ammo sirtda yo shamol yo'q, yo odam. Sal qo'rqinish besibroq o'ylani bir cho'rgilab, qo'tanga kirib, kalaga o't berib, uyga yenib kirdim. Va tush bo'lib qolganligini ko'rib, inim bilan singlimning unidoriga gap qildim. Ancha uzun o'tmayli javob keldi. Ular bilan paranglashgandan keyin sal xotirjam bo'lib qoldim. Asrimni yezib yetib, to'liq o'tirdagi bir ish esimga kelib qoldi. To'liq o'tirda oliy maktab imtihoniga ozli qolgan vaqtlardami kechasi qo'rqinchli asarlarni o'qiydim. Shunchalik berilib ketgan edimki, bir kechasi necha yuz qismliq asarning 70 necha qismini o'qib bo'ptikanman. Shundaq kunlarning birida bir kuni kechligi yotoqdoshlarim bilan paranglashqach, o'qigan asarlarimni xiyol qilib, ustiga qarab yotdim. Tuyuqsiz yuragimni bir narsa bosgandek bo'ldi. Nafas ololmayla qoldim. Medirlayolmay, gapmi qilolmadim. Do'stlarimni chaqiray desam, ovozim chiqmadi. Nafsim siqilib, ko'z qarchuqim orqaga qayrilib, ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Ularning paranglashgan ovozini anglayotdim. Ammo chaqirg'idek amal qilolmadim. Shuna qilib, yarim minutlardan keyin aslimga keldim. Aslimga kelib, yutilib, ko'kirib ketgan qalbim va yuzlarim asliga keldi. Ko'zim qizirib, ko'z atrofim namlashib ketgan edi. Ular nemish bo'g'inligini so'raganda, bo'g'in ishlarni aytib bersam, hayronlik qolgan edi. Men xiyollarimni yig'ishtirib, ozroq ish qilib, topshiriq ishlab, yana asar o'qidim. Ondan tomoq atdim. Onam kelganda birga tomoq yedik. Tomoq yeyotgach, onam asarimni ko'rib, "Sen qo'rqinchli asar anglab, kino ko'rib, qo'rqinchli asar yezib, sendan chatoq chiqmasa bo'ladi", dedi. "Xotirjam bo'ling ana. Yurak ko'ndirganda ondan qo'rqmas bo'ladi. Mushunda qo'rqinchli narsani ko'p ko'rib bersa, qo'rqmas bo'lib ketadi", dedim. Bugun kecha hech qanday tush ko'rmay yaxshi uxlagan edim. O'z-o'zimga bu nima ish deb savol qo'ydim.